Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar. Bizlarda lavaşlar 1,5 ming tangadan bor. Bitta 1,5 ming tanga xarid qilsangiz, ikkinchi lavash tekin. Ne только lavash. Shaurma ham 1,5 mingda, u ham aksiya bo'yicha yana bittasi tekinga qo'shilib beradi. Atabek! Stop Atabek! Hey Atabek! Sen nima, kimdendir kredit aldın mı? Yoki bo'lmasam Kaspi bankni direktorimisan? Hey Atabek! Nimaga grubiy gapiryapsan Atabek? Aynanay Atabek! Ssenariydan chiqma Atabek! Aynanay o'rgilay Atabek! Ha, siz menga ssenariy bermadingiz, reisor aka. Atabek, senga boyanni berma, ssenariy bermabman uyi. Bermadingiz-da shu. Siz qanday gapirishingiz menga bu. Atabek, muloyim gapi. Bo'l. Sen adamlarni bu yerga jalb qilishing kerak. Nima qilishim kerak? Jalb, bu yerga keltirishing kerak. Ha, bo'l. Atabek, sen o'zingni yo'qotma. Xo'p. Sen bu yerdan adamlarni ketkazishing emas, adamlarni keltirishing kerak. Bo'l aka, xo'p. Bo'shashma Xo'p aka, Atabek. xo'p. Ssenariyda umuman adashma. Rassom ssenariy bermagandim senga. O'zing bilganingcha gapir. Lekin muloyim gapirchi Atabek. Atabek, motor ketdi. Qara ketdi. Ustayaga qo'ydim, qara ketdi motor. Syomkadagi motor ketdi. Mashinang motori ketgani yo'q. Mashinang stayingada turibdi. Aynanay Atabek. O'rgilay Atabek. Sen o'tir joyingda. Ey Atabek. O'g'risga kirib, muloyim bo'lib gapirchi Atabek. Aynanay Atabek. O'rgil Atabek. Yig'latma odam. Boshla syomkani. Xo'p. Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar. Bizlarda Atabek, unchalik darajada muloyim bo'lish kerak emas-da. O'rtacha darajada muloyim bo'lsam bo'lmaydimi? Atabek, nahotki shunchalik darajada bitta ssenariyga kirish qiyin bo'lsa, Atabek. Xo'p. Atabek, shundan turasan. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, 1,5 ming tangadan lavashlarimiz bor. Agar siz bitta lavashni xarid qiladigan bo'lsangiz, ikkinchi lavash sizga tekin bo'lishi mumkin deb aytishing mumkin-ku siz. Men agar shunday ayta olganimda, Atabek, senlarning umuman menga keraklaring bo'lmas edi. Ben ne soydum, ben nima qilaman? Reisor aka.